Samarqandda katta ob'yomda ishni boshlagan Faridun Project. Bu kishini taniganlar bu, tanimaganlar bu. Faridun aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Faridun aka, shu noldan shuni yerni berar ekansizlar, hujjati bilan bo'ldi. U yo'g'a kelish shart emas. Abet o'zing xullas to'liq ta'mirlab beradigan ana shu akam bo'ladi. Faridun aka, bu yerda nima qilyapsiz? Bu yerda ichkari remontini boshlaganmiz. Oho, to'liq mana shu obyektdan. To'liq. Necha qavatli bu? Bu 4 qavat, 900 kvadrat. Maşallah, 4 qavat 900 kvadrat joyni to'liq ta'mirlab berasiz. To'liq ta'mirlab beraman. Hozir bu yerda nechta bola ishlayapti? Hozir bu yerda 15 ta bola ishlayapti. 15 ta mana shunaqa usta bola ishlayapti. Bu ikkinchi usta deyman. Ikkinchi. Uni qaranglar. Formasigacha, kiyinishigacha ta'mirlab qo'ygan ekanlar. Usta bu, ishingizni davom ettiring. Faridun aka, bitta savolim bor menga. Mana shu yerga qancha pul ketadi yo, o'rtacha qancha xarajat bo'ladi bitta obyektga? Polni podключка mana shunaqa zdaniyaga 300 ming plyus ketadi. 300 ming. To'liq ta'mirlab berasiz? To'liq. Faridun aka, uyning egasi hech nimaga ovora bo'lmaydimi? Obed, ovqat, pul, ishchi kuchi, stroy material, xullas shunaqa degan Hech gaplar. nimaga o'ra bo'lmaydi. Hech narsaga. Hammasiga o'zimiz. Texnika hammasi o'zida. Texnika, usto hammasi o'zimiz. Gap yo'q, profilingiz bor. Profil bor. Azizlar, Faridun Project Samarqandda katta ob'yomda ishni boshlaganlar. O'z bunaqa proyektlaringiz nechta aka Samarqandda? Samarqandda 10 tadan ziyod. Maşallah. 10 tadan ziyod proyektlari bor ekan. Faridun aka, o'zim shaxsan qurilishda ishlayman, anchadan beri. Biz ko'p qavatli domlarda ishlaymiz. Lekin bunaqa proyektda ishlaydigan kasb egalari birinchi akam siz bo'lasiz, rostiga. Nima deyman? Mana shu Instagramga obuna bo'ling, Samarqanddagi eng zo'r ob'yomdagi ishlarni shu kishi ko'rsatadilar. Amalingizga rahmat.